Salom do'stlar, kanaliga xush kelibsiz. Bugun videorolikimizda Instagramda qiziqarli videorolikchalar tomosha qilamiz. Video ustiga like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Fokus ko'rsatib bera olaman. 3 gacha sanasangiz sizni yo'q qilib qo'ya olaman. Yo'q. Ha. 1 2 3. Qanisiz? Hazillashmayli. Qanisiz? Keyingi fokusimiz barmoqni yo'q qilib qo'yish fokusi. Mana barmog'im. Hop 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 hop. Qo'lni bitta 100% ishlaydigan lifehack bor-da. Prям boyib ketish uchun juda zo'r lifehack. Shaxsiy hayotimda ko'p marotaba qo'llab Men bitta kommentariy ko'rdim-da. Maza qildim shunga. Rajab boy qani? Yo'q. Bosh qahramon doimo qiynaladi. Abyuza biza bir-birimizga to'g'ri kelmas ekanmiz. Men sizga yo'q deyman. Siz menga 3 ta shartimni bajara olmadingiz. O'shaning Bahschilarga mazur bo'ldi. Kecha Ali kuni PSG Real yutuvdi, bir xursand bo'lishdi. Kecha Chelsea PSG yutib qo'ydi. Ha, Xudoga shukr, Real Madrid ham yutar ekan, tatalab yurib, papalab yurib zo'r yutib oldik-ku, onalarini emsana. O'g'lim, siz Realmisiz, Barsamisiz? Real. Qizim, sizchi Realmi, Barsami? Barsa. Siz Barsamisiz? Qizil kiyimini aytyapti o'zi. Real Tero qizim boshqasi bilan ko'rib qoldim, ko'chada nima qilay? Endi qizingizni borib turib, qizingizga bitta shapaloq urib turib, ash yurgan bolasi bilan siz yurib keting. Bitta shapaloq urib turib, haligi uyingiz qizingizga, keyin haligi bola sizga, nima bo'lyapti desa, haligi nima bo'lyapti degan joyda haligi bolani yuzini shunday o'shanda masoqasiga o'pishvoringlar o'sha. Anonim endi dindan qo'y. Gando maslahat so'raydi. Tero Bola tabriklasanglar bo'ladi. Uyingiz yonganigami? Da, lekin pastiga kiygani bunga umuman aloqasi yo'q. Boshlaymiz. Men ichmayman. Yaxshi. Siz bo'lsa mayni taqiqlovchi qonunlarga bo'ysunasizmi? Men shunchaki ichmayman. Bu yerdan hech kim ichmay chiqib ketishi mumkin emas. Nega? Noqonuniy alkogol savdosi haqida hukumatga xabar qilasiz deb. Faqat shundoq borib bitta hozirgi ko'rgan Elnurda o'tdi. Real La Liganing 20-turida outsider Levantini qiyinchilik bilan mag'lub etdi. Lekin bu g'alaba futbolchilarga, ayniqsa Viniciusga tatigani yo'q. Santiago Bernabeuda muxlislar unga oldin ham xushtakbozlik qilishgan va u bunga javoban ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda Real formasidagi suratini Braziliya formasidagi suratiga almashtirib qo'ygandi. Ammo bu safargi voqealar uni yig'lashga majbur qildi. O'yindan oldin ham u o'zini nima kutayotganini bilib turardi. Chigal yozdi mashg'ulot chog'idayoq unga qarshi kuchli xushtakbozlik qilishdi. Familiyalar e'lon qilinayotganida, uning navbati kelganida xushtakbozlik yanada kuchaydi va futbolchi tribunalar ostida jamoa bilan turganida zinaga o'tirib yig'lab yubordi. Uni jamoa murabbiylardan biri Antonio Pintus va Kylian Mbappe ovutishga to'g'ri keldi. O'yin boshlanganidan keyin ham har safar to'p unga borganida tribunalardan kuchli uvillashlar ovozlari eshitilib turardi. Mbappe muxlislardan bunday qilmaslikni so'radi, ammo foydasi bo'lmadi. Shu kuni muxlislar Real prezidenti Florentino Perezga qarshi ham aksiyalar o'tkazishdi va uning iste'fosini so'rab bannerlar ko'tarishdi. Gap shundaki, muxlislar Xabi Alonso mavsum yarmida ishdan ketishidan aynan Viniciusni aybdor sifatida ko'rishmoqda. Braziliyalik futbolchi murabbiy ketganidan keyin ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda u bilan iliq xayrlashmagan kam sonli futbolchilardan biri bo'ldi. Umuman ushbu futbolchi va murabbiy o'rtasidagi ziddiyat mavsum boshidayoq ko'zga tashlangandi. Rahbariyat esa yakunda murabbiyni emas, futbolchini tanladi deb hisoblashmoqda. Vinicius o'yin yakunlanishi arafasida tribunalar tomon yuzlanib, zaharxandalik bilan ularga qarsak chaldi va bosh barmog'ini ko'rsatdi. Hakamning o'yin yakunlangani haqidagi xushtagi chalinganida esa tezda kiyim almashtirish xonasiga yo'l oldi. Bu vaqtda esa boshqa futbolchilar maydonda qolib, muxlislarning e'tirozlarini eshitib turishdi. Gaykani ko'rasizmi? Da. Bo'ladi. Yo'q, ana qiz nomer bering, shuni o'zi fokus. Gaykaga qarab turing. Mana qizni qo'lini ushlayman. Jo'q bo'la. Aka boshqa joyni ushlab ko'ring-chi. Yana bitta zapal qochib yerdan.
Bizlar buni dars qilyapti desak, bo'z xat yozyapti. Qayxon o'zi asalchan yo'q olgan, o'zi qirib Peter konchunday. Ey yo, to'y yaxshi qiz. Var ur. Ikki skovada. Aytib ketdi. Bular anu-ku. Ha, qo'lga tushdinglarmi? Bu safar aniq o'ldiraman. Ikkalangdan biringni uraman. Bu safar aniq uraman. Sizdan boshqa qilmaysiz-ku. Sizniki nimaga turmaydi? Kulyapsiz. Kulsiz mana qimirlab ketadi-ku. Qanday turadi-ki? Unaqa qilma, ey xorishadi. Qanaqada u kelaman. Bundoq nasiba. Bundoq ketadi. Qara. Davay hozir uyushamiz. Sevgan qizingiz bormi? Dada, o'zi ishkal bo'ladi. Yana nima qildi? Nimaga men yaxshi ko'radigan qizni kommentariyasiga kirib 50 ming so'mdan bedapress bor deb o'zingiz meni sharmanda qiladi. Ha, unisi holva, men uni kommentiga yana 2000 so'mdan uy tuxumi bor deb ham yozganman. Kamchatkada nimalar bo'lyapti o'zi? Ha, nima bo'lyapti? Ha, ota. Rossiyaning uzoq sharq hududida 12-yanvardan buyon kuchli qor yog'ishda davom etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, dastlabki 2 kunda oylik yog'ingarchiliklarning 52% yog'ib. Anu, ona haqida video chiqarsa, vatan haqida video chiqarsa, qaysi befarosat beda sotiladi, somon sotiladi deb yozyapti. Rashkchi erkaklar Instagramda eng yomon ko'rgan yo'nalishimdagi kontent ko'rsataymi sizlarga. Ko'bilchilar, shu yerdamisizlar? Bugungi obzorimizda eshakday xizmatingizni qiladi-yu. Demak, o'rtoqlar, men sizlarga litiy va ishtonim ko'rinib qopti. Litiy diskalarni ko'rsatmoqchiman. Zavodskoy, seksualni xuddi menga o'xshab. Faqat o'g'il bolalar tushyapti. Kimiga endi yalab. Jonim nimaga? Voy, sani blogersiz-a? Yo'q. Nimaga? Na, o'sha. Qaysi lu? Instagramdagi bloger. Nima gap yaxshisiz? Yaxshi, rahmat, o'z qalyapsiz. Skriptofokus ko'rsatdingmi? Ha. Okey, nima gap? Qatlisiz? Ko'tmisiz? Men ham sana. Og'zingizga sikkarmisiz? Ko'tmisiz hali? Aytayapman-ku. Bizga qiz bolalar tushmaydi, bizga kelib mana qo'taga borg'izlar tushadi mana. Ronaldo or Messi? Ronaldo. Oh, I love you. I fuck your mom. Love you. La tele la por la grande. Matiz, ko'zingga qarab chiqmaysanmi? Qo'ng'ol qo'ydasiz. Qani yo'lim? Aqllilik qilma. Olaraveni chetroq. Super kontrol. Matizni arava deng, bilmasangiz bilib qo'ying. Bu yo'l. Voy, bu maza-yu senga. Va vashi maza bo'lib qopti-yu. Hayot yaxshi ekan-da. Xudoga shukr, yaxshi. Oldin ham yomon bo'lmagan. Voy, bu degan so'zlar-da. Uni tagida necha yillik mehnat. Kalay $450. 907 17-yanvar to'yim. Kelib jonli ijroda ashula aytib berib keting. Hozir. Alo. O'zbekiston qonunlari, O'zbekiston narsalari ko'tarib. Kadrlar девочка. Хорошо. Как тебя зовут? Маша. Маша. Медведь. Будет чурак. Как вас зовут?